Neoklassika 3 xonamiz chiqqan. Yunusobod 13-kvartalda biz Megaplanet, Yunusobod metro, Dehqon bozor hammasi shagoviy dostupnosti. 3-qavat, 3 xona, 11 qavatli domimiz, 65 kvadrat, plus 10 kvadrat balkonimiz bor. Kiruvish главный xotimiz, kiyim-kechak yuradigan joy va qishki kiyimlar uchun shkoflarimiz ham qilinib ketilgan. To'g'rida esa oshxonamiz mebel texnikalariga boy, tayyor kiyim-kechakni olib kirib yashaydigan xonadonimiz, xolodilnik, gaz plita, uyimiz ko'prik polda isitiladi, korrektorlarimiz va tovuq konturli kotyol, gaz qismimiz ham bor. Keyingi xonamiz esa zal qismimiz, 4x5, juda ham katta, bemalol mehmon kutadigan uyimiz. To'g'rida esa balkon qismimiz ham bor. Havo aylanadi, skvozная planirovka qilingan. Keyingi xonamiz biz ota-onalar yotoqxonasi, bu yer ham shkoflari, tumbalari va divonlari yashash uchun tayyor xonadonimiz, murojaat qilaverasizlar. Bunisi esa detskiy xonamiz, ikkita farzand uchun bemalol sharoit qilingan. Bitta matrasimiz, u yoqda ikkinchi matrasimiz, shkoflarimiz, bu yoqda esa рабочий zonamiz bor. Ko'rib turganingizdek, skvozная planirovka, 3 qavat, 3-etaj, 103 ming startiga so'ralyapti, yana sunnatiga o'tib beriladigan joyi bor. To'liq ma'lumotni yana opisiyaniyada qoldiraman.